300 ming so'm yutib olish xohlaysizlarmi? Rad o'ting bu yoqqa. Onang. Aka, pulinglar tushib qopti. Aql hushinglar joyidami? Indamay ketyapsan bo'lar ekan. Orqadan yugurib kelyapti-da, hozir tez yura olmayman-ku. Bunaqa vaziyat, unaqa narsalar bo'ladi yo'lda, bo'lib turadi. Aka, qarang. Shunaqa holat. Prezidentskiy ko'cha deydimi? YouTube'ga chiqaramiz, chiqarmaymiz bilmadim. Hazratga bir o'ylab ko'rish kerak yaxshilab. Xo'p, akalar, hozir video boshlangunicha bitta taklif bor sizlarga. 300 ming so'm yutib olish xohlaysizlarmi? Mana shu 300 ming so'm. Buni sharti bor. O'sha obunachilarim orasidan kimdirga o'sha 300 ming so'm nasib qiladi. Sharti mana shu videoni tagiga havola joylashtiraman. O'sha havolada kirasiz. So'rovnoma bor. O'sha so'rovnomadan o'tib berasiz. Men keyingi videom anaqa qaysi transportda ishlash qulayroq degan mavzuda bo'ladi-da. O'shanda avval sizlardan o'sha maslahatinglar kerak, sizlardan o'sha so'rovnomani natijasi kerak-da. O'shanga bir 10 tami, 20 tami bir prosmotr ko'p emas-ku, menda bir 50 tami odam qo'shilsin, o'tib bersin, mayli nechta bo'lsa, o'sha so'rovnomadan o'tib bersin, telefon raqamini qoldiradi. Keyin random orqali bir kishi g'olibni aniqlaymiz. O'sha random o'zi tanlab beradi. Random o'sha tanlab bergan odamga o'sha 300 ming so'm pul mukofotini beramiz. Shu video boshlanguncha mana shu iltimos bor edi. Iloji bo'lsa tezroq havolada o'tib telefon raqamingizni qoldirsangiz, o'sha 300 ming yutib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tanajoninglar sog'mi? Kecha yomg'ir yog'gan, yaxshigina yomg'ir yog'gan. Hozir veligim ahvol juda og'ir. Mo'yka qilib olay. Shu mo'yka qilib olmasam hamma joyim kirlab ketdi. Faqat menda hozir kamerani kaskaga qo'yib olsam bo'ladi. Mana kaskani mana yerda qo'yadigan narsa bor-ku. O'sha narsam tushib qolganda, qayerga tushib qolgan topa olmadim. Yaxshi narsa edi, endi kaskaga qo'ya olmayman kamerani. Kaskani o'zini ham yuvib olish kerak, ahvoli juda og'ir. 5000 tiqib pena urib olamiz, keyin yana 5000 tiqib suv. Shu pulni qabul qilishi g'alati-da. Ko'pincha kirmay qoladi. Yo, ko'p sep tashlamadim-mi? Manelarim ham yomon bo'lib ketdi. Qo'yiq ekan, qanaqadir. Kaskaga ham urib oldim, eng qizig'i. Bekor sepdimmi deyman-da. Endi chotki bo'ldi-yo. Zo'r. Chotki, maza qilib qoldim-ey. Bo'lar ekan. Anaqa janjal bo'luvdi-yo. Bilya. Nima qilyapsiz aka? O'tqizolman, haydasang. Ya shunaqa yurasizmi aka? To'xtab olib nima qilasiz? Haydasangiz cho'qlaysiz. Yo'q aka, odam qo'rqadi. Nima unaqa? Odam ustiga bosyapsiz, solyapsiz aka? Aka, o'tqizolmayman, orqangizdan o'tib ketaman, ustingizga haydamayman. Yo'q, odam yuryapti, men cho'chiyman biz aka. Aka, orqangizdan o'tib ketaman, harakat qilmang, to'xtab olishingizni qarang deyman yana. Yo'q, odam cho'chiyapti deyapman, siz tushunyapsizmi? Ustingizga haydang, cho'chisangiz bo'lmasa. Siz nima siz ustimga haydayapsiz? Ustingizga haydamayman, orqangizdan Ustimga haydayapsiz. Orqangizdan o'tib ketishga Hech harakat qiling. qanaqasiga, sal ko'zga qarab o'zingiz bosib haydang. Va orqangizdan o'tib ketaman deyman yana, tushunyapsizmi? Voy, men yo'lda kelyapman, mashina emasman men. Mashina emasman men. Qarab yuring bo'lmasa. O'zi qarab yur. Va baqirma, menga bu narsa qilib qo'yma hozir. Sen baqirma. Qoring, ey, o'tkazing Nexia'ni, yuring. Ro'zako'l asabim bitmagan. Sen bizmi? Aka, xato qildim. Fush bo'lmasa gaplashma. Nima? Gaplashaman, davay. Nima gap? Yech. Nima gap? Nima xohlayapsan hozir? Sen nima xohlayapsan? Sen nima xohlayapsan? Va jinni. Nima? Bu narsa qilib qo'yaman. Men ham bir narsa qilib qo'yaman. Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Sen qo'lingda hech narsa kelmaydi. Ey, nima? Qo'ying. Yag'ingni sindirib qo'yardim. Qo'lingda kelganniki. Ustingga haydamayapman. Ustingga haydayapsan. Aka, tormoz bosdilar, oldilarida o'tiruvdi. Qo'y, senchi bu narsa qilib qo'yaman hozir. Qo'y. Okey. Kerak. Qanaqa qilma, sen движение qilma. Qo'sh. Bo'ldi, mayli. Yag'ingni sindirib qo'y. Bo'ldi.
Endi o'shani hozir Instagramga qo'yganman, YouTube'ga qo'ydim, Twitterga qo'ydim. Adekvat vaziyat tushungan xolis odamlar o'zlarining fikrini bildirishdi-da. Kommentariylar shantaj qilgansan, video olishga harakat qilgansan deganlarning gapini ochiq tushunmadim. 23 minglik zakaz. O'sha e'tibor bergan bo'lsanglar, u gapiryapti, uzr so'ragani yo'q. Basharasidan, muomalasidan bilinib turibdi. Ozgina bo'lsa ham xijolat bo'lgani yo'q qilgan ishidan-da. Shunda qo'lini ko'tarib, "Aka, uzr, shunaqa bo'lib qoldi vaziyat" deganda, men indamay ketardim. "Bo'ldi aka" deb qo'lni ko'tarib, "Sal astroq yuring faqat" deb qo'rqib ketdim deb ovoz tonimni pasaytirib ketardim. Unda unaqa bo'lgani yo'q. Bunaqa vaziyat, unaqa narsalar bo'ladi yo'lda, bo'lib turadi. Lekin odam aybi bo'lgandan keyin, men qo'rqib ketgan odamning vaziyatini tushunish kerak-da. U qilar ishni qilib vaziyatni menga tushuntirmasin. Men shunaqa qilmoqchi edim, bunaqa qilmoqchi edim emas. Qilar ishni qildi. Men o'zi qo'rqib cho'chib bo'ldim. Men nimaga past ketishim kerak? U yerda jabrlanuvchi bo'lib turibman. Cho'chitib, qo'rqitib, odam qo'rqadi. Libbo odam qo'rqadi. Nimaga gapdan qolishim kerak? U meni bir og'iz uzr so'ramayapti-da. Vaziyatni tushuntirarmish. Men bo'ldi aka, uzr, men qattiq gapirib yubordim yoki sekinroq yurishni deb yaxshi gapirishim kerak ekan. Bilishga bo'lib qulluq qilib, paxta qo'yib gapirishim kerak ekan. Aql hushlar joyida-da. Tormoz bosganda ham mana orqa taraf ko'tarilib turibdi-yu, bilinib turibdi. Burilganda ham anaqa yuryapti. Kirib bo'lganda bu palasaga yarim metr kirib bo'lgan. Yo'lni chetida yuribman. Velodorojka yo'q. Velodorojka yo'q bo'lgan joyda so'raganman gaidan. Aka, qarang, shunaqa holat. Velodorojka yo'q. Qanaqa qilib yuray, qayerda yuray deganimni, yo'lni chetidan, imkon qadar yo'l chetidan taqqa haydaysan degan. O'sha videoda ham yo'lni chetidan ketyapman. Yo'lni chetida kelyapman, u bu palasaga o'zi bir yarim metr kirib qo'ydi. Kirib keyin to'xtayapti. Qilgan ishida umuman xijolat bo'lgani yo'q. Ishoninglar, men u yerda his qilib turibman. Qilgan ishdan umuman xijolat bo'lgani yo'q. Uzr ham so'ragani yo'q. Keyin keldi-da, kalla qo'ydi men. Yuzimga kallasini tiradi. Keyin qaytarib men o'zim kalla bilan surib bitarib yubordim yo'q. Kommentda urishing kerak edi, o'qilishing kerak deganlar ham bo'ldi. Meni ham shantaj deganlari bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mayli, nima bo'lsa ham e'tibor bermaymiz, hammasi yaxshilikka. O'sha tinch yo'l bilan tugaganiga xursandman. O'sha odob bilan chiroyli, chotki fikrlar bildirsanglar va xursand bo'lardim lekin. Assalomu alaykum, Yandex kuryerman. Butsami krossovka ekan. Yo'l narigi betiga o'tib olishim kerak edi. Xo'p, eshikdan eshik bosilgan. Olib chiqib bersa, olib chiqib beraman. Ayzdan yoqib kutib turavering deydi. Yuborgan odamga telefon qilsa. Aha, Yandex kuryerman. Bo'ldi, nechinchi qavat? Xullas, kamerani tashlab ketaman. O'z 23 ming bo'lgan, 100 mingtalik berdi-da, 50 ming qaytaring bo'ldi dedi. Rozimisiz desa, ha dedi. Mana shuni berdi. Yo'q, 27 ming chivi berdi-da. 2,5 kilometrga tushdi, 8 minglik buyurtma. Telefon qilyapti. Shunday gaplashib olaylik. Alo, assalomu alaykum. Bo'ldi aka, boraman, xo'p. Aka, pulinglar tushib qopti. Sog' bo'ling. Indamay olib ketaverganimda nima qilardi? Qo'lida dollarlari bor ekan, indamay ketaversa ham bo'lar ekan. Ya mayli, birovning haqqi, birov narsasi. Ketaylik, yuraylik. Yo'lda yursang shunaqada har xil qiziqarli voqealar ham bo'ladi, asab buzarlar ham bo'ladi. Qayerga ekan shu yerga kiramizmi? Mana shuni berib yuboring. 2 kilometrga 8 minglik 3,5 kilometr. Sergeliga kelib qoldi. Bugun ham o'sha 20 ta buyurtma qilib qo'ysak yaxshi edi. Sukam ichiga nimadir og'ibdi. Assalomu alaykum. Sizlarga mana o'si ham bor ekan aka. Oqtepa lavashdan buyurtma bor. Erkin Mostdagi Oqtepa lavashga namuncha tiqimish bu yer. Marshut Perestroy 14 ming. Marshut Perestroy. Xullas keldim. Olib chiqib ber desa olib chiqib beraman. Men niqob bilan isib ketgan ekanman-da. Eshitashim mana shuni. 12 minglik buyurtma bor, 1,7 kilometrdan tushdi. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Telefon oldik. iPhone.
17 edi adashmasam. Qochaylik, ketaylik. Marshut перестроим. Isqitladi qara. Hozir yugursa lekin tepama qaytib bor. Oyog'imdagi uchib mahkam. Anang. Yo'qali. Orqadan yugurib kelyapti-da, hozir tez yura olmayman-ku. O'sha hisobiga yetib olsa tishlaydi-da hozir. Bu nima? Sizgami? Assalomu alaykum. Pulni berishdi. 3-2 kilometrga borar ekanmiz. O'zgarish metro yonida ekan. Mana shu yo'l uchib qayerdandir kelib qolmaydim. Keyin yana baqirish yurbekda. Maydalab yomg'ir boshladi yana. Marshut перестроим. Yaxshigina maydalab yomg'ir yog'yapti. Ana oldim deyarli ko'rinmay qoldi. Bu nima? Assalomu alaykum. Sizgami? Sog' bo'ling. Umumiy 5 ta qilibmiz. 60 ming bo'pti. Mayli. Shu hafta 64 ta buyurtma bajaribmiz. Pro ligada 1-o'rindamiz. Yaqin ekan. Yaxshi, shunaqa yaqin tushaversin odam xursand qilib. Deyarli 3 daqiqa kechikdi. Aha. Borgunchaman, olib kelgunchaman juda qiynalib ketdim. 7 minglik buyurtmada yana. Shuni berib olishim. Ha, 7 ming. Qutuldim. 10 ming tashavordi. Xo'p, bizda yana buyurtma bor edi nihoyat. Shuni olib ketsak, yana Olmazor metroga borar ekanmiz. Qani ketdik. Zaryadga o'chdi. Qanaqadir g'alati o'chdi. Assalomu alaykum. Rozi bo'ling. Bo'l, sog' bo'ling, siz ham rozi bo'ling. 3 kilometrdan tushyapti. 10 ming. Kutara, ketdik. Baribir buyurtmani bekor qildi. Mayli. Yana buyurtma tushdi. Ana mashin zapcha sotadigan joy yo'q. Daraxtlar gullagan odamga yoqyapti. O'tib ketay. Rahmat. Akam ozgina bugun bayram qildi-da. Mayli. Egar. Ketdi. Tarang. Assalomu alaykum. Sizgami? Rahmat sizga. Boy egar olgandim-ku. O'sha lavkadagi kuryerlargami deyman. Hozir mana lokatsiya o'sha lavkaga qo'yilibdi. Puli 22 ming edi shekilli. 22. Ikkinchini tashib kelamiz endi. Blog yuritasizmi? Ha. Instagramda qo'l ko'rdim endi esladim. Charchamang, sog' bo'ling. Tanib qopti. Kameram zartga tugaganmi deyman-da. Qizil yonib qopti-yu. Yo o'z qizil yonarmadi. O'zim ham bilmayapman. Mana shunday bo'lasiz. Sog' bo'ling. 4 soatda 9 ta qilyapman. 20 ta qilishimiz kerak edi bari bugun ham. Apteka A5. Apasni yo'q, ha? Shunaqa bo'lsa nima qilish kerak ekan? Mana ularni qara. Voy biling. Video olib yuribdi. Shunda kirib chiqay endi. Sal qarab chiqing aka. Ko'rmay qolpan aka. Mayli, charchamang. Voy, qanaqa joylarga kelib qoldim-ey? Aha, yo'q, lavka emas, to'g'ri. Assalomu alaykum, Yandex kuryerman. Assalomu alaykum. Mana aka. Ikkinchi buyurtma bor. Assalomu alaykum. 8 minglik buyurtma ekan. Sog' bo'ling. Ketdik. The Black Quial degan joydan buyurtma tushibdi. Mana mashin turishini qarang. Chiqib ketdingizda chiqib ketib bo'lmaydi. Qo'yib qo'ygan joyim. Ajoyib. Bo'ldi, hop hozir chiqib boraman. Liftmi? Yo'q. Lift emas ekan. Yo'q, 7-chi qavatgacha peshkom chiqa olaman. Yaratmi? Aha. Salomat. Shunaqa buni jo'natsang bo'ldi. Bo'ldi, hop. Ikkinchi buyurtma ham bor edi.
lavkadan tushib qoldi. Oldim, olib ketyapman, buni topshiraman, keyin boyagini skorga yetmasdan ekan, shularga topshiraman. Og'iz ochishga 51 daqiqa qoldi. Ozgina sabr qilsak, nimadir yeb oladi. Qornim ham ochib ketdi. O'sha qornim ochligiga shekilli ishlagim kelmayapti. Hozir ham ajurlikdan yuribdi. To'g'risi 20 ta qilishim kerak. O'shani qilib qo'yay deb yuribdi. Qo'yib ketaymi? Здравствуйте, можете, пожалуйста, ставить заказ у двери? Bo'ldi, xo'p, qo'ydim. Soch qara o'sib ketgan, soqol mo'ylab o'sib ketgan, yovvoyi bo'lib ketibman-ey. Endi ikkinchimiz tashab kelaylik. The Desert 28.500 so'm. Qimmat mehmon tushdi. Atem bo'lib ketdi. Nay, do'stim. Yana bitta borishim sal uzoq ekan-u, olib boradigan joyim yaqin ekan. Rat o'tim yo'g'i. Biz. Og'iz ochishga 14 daqiqa qolibdi. Yaxshi. Ikkinchi biletamizni olaylikchi. Ha, og'iz ochar kelganda narx ko'tarilib ketadi, birdan. Aha. Mana shu aka. Bo'ldi, xo'p. O'tdan berib yuborishadi. Intercontinental Tashkent izini sababdan. Qizlar ekan, o'tib ketsin. Ya, yiqilib qolmasin dedim-da. Qaranglar, men qanaqa oliyjanob qolaman. Nima bilasizlarmi? Ha, mayli, bilmasanglar, bilmaylar. Farosatli bo'laman, farosatli. Gullar romantika-ku, ha? Gullar romantika. Shunday qaranglar endi. Og'iz ochish bo'ldi. Sizga ham odamlarsi? Odam ko'p bo'lsa kerak, keldim hozir KFC'ga. 5 kilometrga 3 millik zakaz. 209 kilometr. Yo'q, uzoq emas. Liniyadan chiqib qo'yish kerak. Makinani chiqaramiz. Kirdi. Ana. Kesimi? Hangi? Sizgami? Bu? To'langamish. Yo'qmish. Xo'p, ana o'qisa sal keyinroq gaplashamiz. Ana yerda gumma bor ekan. Xuddi nimalar bor ekan. Xo'p, tog'alar 19:40 bo'ldi. Pashti 1 dam olib qo'ydim shekilli. Oho, umumiy 16 ta buyurtma qilib bizda 199 ming bo'pti-da. Shuni 20 ta qilib qo'yishimiz kerak akalar. Yana 4 ta buyurtma bajarsam bo'ldi. Ketdik, yaqindan tushdi, xudoga shukr. Shunaqa yaqin tushib tez qilib tashlaydik bo'ldi. Iftorlikni qildik. Shomda o'qidik. Chiqilib hamma narsani qildik-da. Endi ishni ham bitirib qo'yaylik oxirigacha. 4 ta qilib qo'ysam, shani 68 ming bonus beradi. Yana qo'shib boya aytdim-ku. Yana 20 ta bitmoqchi, yana 100 ming berar ekan deb. O'sha 100 mingdan umidim bor. O'sha agar 20 taga qilsam 68 ming, undan keyin qo'shib yana 100 ming tashlab bersa, wow. Просто wow.
Agar shunaqa bo'lsa, bugun 400 ming qayergan bo'laman. Agar unaqa bo'lmasa 300 ming bo'ladi. 100 ming bersa zo'r bo'lardi yana. Umumiy 168 ming bonus olgan bo'laman-da. Agar shunaqa bo'lsa, agarda. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Xo'p, shuni topshirdik. Buyurtma yo'q-ku, hech bo'lmasa shu 3 ta qilib qo'ysam yaxshi edi. Soat 8:10 bo'lib ketdi. Akkumulyatorlar ertaga zarfga qo'yish kerak edi. O. Ana, tushdi. Assalomu alaykum. Faqat shuni? Bo'ldi. Xo'p. Maqsadga ozgina qoldi. Ana, daryo. Ha, chaqpalak. Chaqpalak bor ekan. Ana, ko'prik. Voy, shunaqa joylarda o'sam mazza qilaveraman. Kelmaganman-da chunki. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Prezidentskiy ko'cha deydimi? O'sha prezidentni ko'chasidamiz shekilli, mahallasidamiz. Abdulaziz aka, mana shu montaj qilayotganda bu joylarni olib tashlaysiz-ku. Yo, turaveradimi? Bilmadim, men anaqa yaxshi joyda yurmayapman-da chunki. Videoga olish mumkin emas bo'lgan joylarda adashmasam. Men hozir video olib qo'yapman-ku. YouTube'ga chiqaramiz, chiqarmaymiz bilmadim. Hozirgi bir o'ylab ko'rish kerak yaxshilab. Assalomu alaykum, Yandex kuryerman. Mana shuni olasiz. To'g'ri ochib beraman aka. Rozimisiz? Sog' bo'ling. Yana bitta buyurtma bajarishimiz kerak bo'ladi. Tamom. Easy, tamom. Xo'p, hozir shunda 19 ta buyurtma bilan 225 ming bo'ldi. Bonus qo'ysa 300 ming bo'lib qoladi. Bu 4500 ming kam. Xullas o'sha bonusga yetadigan buyurtma bajarib qo'ydim. Yana bitta bajarishim kerak edi. Mana shu xabar bo'yicha boya ham aytdim-ki, 20 ta buyurtma bo'lsa 100 ming beradimi, bermaydimi? Ertalab ko'ramiz. Agar bersa, video qilib ertaga ham ovoraman. O'sha berdi deb. Yaqin joydan tushdi. Ketdik. Marshret Restaurant. В на месте. To'ru 2 kilometrga ketdik. Liniyadan chiqib qo'yamiz. Bo'ldi. Xudoga shukr. Oxirgi buyurtmamiz. Bosdik. Keldik. Sizgamidi? Assalomu alaykum. Mana shuni olasiz. Sog' bo'ling. 2 ming olib qo'yavering. Yo'q. Rozimisiz? Doimgidek bitta videoga laykni tarsat urib qo'yasizlar. Fikrlarni kommentariyalarga yozib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. 20 ta buyurtmamiz 237 ming bo'ldi. 68 ming bonus qo'ysa 300 mingdan sal oshadi. Xo'p, keyin mabodo agar 100 ming deb bersa 400 ming bo'ladi. Agar 100 ming deb bermasa 300 ming holligicha qoladi. Xullas o'sha gap, akalar, sog' bo'linglar.